Hayotimni tubdan o'zgartirgan odatlar haqida bugun gaplashamiz va men sizlarga o'zimni hayotimni o'zgartirgan 4 ta odat haqida gapirib beraman. Agar siz ham hayotingizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, yangi 2026-yilda videoni oxirigacha diqqat bilan ko'ring va profilga obuna bo'lib, like bosib qo'yamiz. Assalomu alaykum, ismim Xushnud To'rayev, YouTube va Insta blogerman. Digital marketing bo'yicha hozir ish faoliyatim olib bormoqdaman. Sizlarga hozir aytib beradigan odatlarimni men 2018-yildan beri amalda qo'llab kelyapman va bugungi darajagacha chiqdim. Men hozirgi kunda investor, bloger, digital marketologman. Demak, birinchi odatni aytib bersam, birinchi hayotimni o'zgartirgan odat, bu 90% holatda insonlar qilmaydigan narsa, bu maqsad qo'yish. To'g'ri eshitdinglar. Juda ko'p inson, 90% inson hayotda maqsadi bo'lmaydi. Shunchaki oylikka ishlaydi, kimdir qo'lda ishlaydi va oddiy bog'cha, maktab, kollej, institut, ish bo'lib o'tib ketadi. Unaqa emas. Agar siz qachonki maqsadlaringizni aniq tiniq yozishni boshlasangizgina, sizning hayotingizda o'zgarish bo'ladi. Qanaqa? Misol uchun deylik, odamlarning maqsadi aniq emas. Qanaqa? Men ozmoqchiman deydi, bo'ldi. Men ozmoqchiman, bo'ldi. Qachon ozasiz? Qanaqa qilib ozasiz? Necha kilogrammga ozasiz? Mana shu narsani aniq yozish bu maqsad deb aytiladi. Yoki bo'lmasam, bir mashina olarmiz, biz ham bir qachondir. Bunaqa ketmaydi. Siz aniq maqsad qo'yishingiz kerak. Falon yili, falon markada, falon so'mga mana bunaqa rangli mashina olaman. Mana bu aniq maqsad bo'ldi. Shu maqsadni yozganingizdan keyingina siz miyangiz shunga qarab ishlashni boshlaydi. Demak, birinchi mana hayotimni o'zgartirgan odat bu maqsadlarimni aniq-tiniq yozib chiqish. Maqsad haftalik, oylik, yillik bo'lishi mumkin. Men hammasini yozib yuraman. O'sha maqsadga qarab siz harakat qilishni boshlaysiz. Demak, birinchi odat bu maqsad yozish. Endi shu yerda ikkinchi odat aytaman, bu o'sha maqsadga erishish rejasini yozish. Bu ham meni keyingi hayotimni o'zgartirgan odat. Siz maqsad qo'yganingizdan keyin tabiiyki sizda savol paydo bo'ladi. Xo'p, mashina olmoqchiman. Qanaqa qilib olsam bo'ladi? Qanaqa ishda ishlasam, nechta pul oylik olsam yoki qanaqa bizneslarni qilsam, nima qilsam men o'sha mashinani olaman deb turib, mashina olish rejasi sizda paydo bo'ladi, vidina paydo bo'ladi. O'sha rejani yozishni boshlash kerak. Bu degani hayotimni rejalashtirishni boshladim. Nafaqat maqsadimni, men umumiy hayotimni rejalashtirishni boshladim. Kunimni, haftani, oyni, yillarni rejalashtirishni boshladim. Mana bu odat ham men hayotimni juda ham tubdan o'zgartirdi. Bu qanaqa bo'ladi? Misol uchun deylik, mana bugun uxlashga yotaman va ertangi kunimni oldindan rejalashtirib chiqaman. Ertalab turaman, demak, bomdod, kitob, sport, keyin ish, reels syomka qilish, o'zimdan kelib chiqib, keyin mijozlar bilan uchrashuv, keyin uyga xarajat, keyin misol Xitoyni o'qiyman, keyin kitob o'qiyman, tipo mana shunaqa. Har bittasini aniq-tiniq yozib, rejalashtirishni boshladim va meni kunim juda ham barakali bo'ldi va bir kunda men juda ko'p ishlarga ulgurishni boshladim. Ko'p ishlarga ulgurishni boshlaganingizdan keyin tabiiy sizda qanaqadir natijalar paydo bo'lishni boshlaydi. Demak, ikkinchi odat bu rejalashtirish. Hayotingizni rejalashtiring. Agar siz hayotingizni o'zingiz rejalashtirmasangiz, kuningizni, haftani, yillarni rejalashtirmasangiz, boshqa inson siz uchun buni rejalashtirib beradi. Ya'ni bu siz boshlig'ingiz bo'ladi odatda. Nechida turishingiz, qayerga borishingiz, qachon oylik olishingiz, necha pullik oylik olishingiz, qachon dam olishingizni boshqa insonlar siz uchun rejalashtirib beradi. Qabul qilib aytganda, hayotingizni o'zingiz rejalashtirmadingizmi, boshqa insonlar sizning hayotingizni rejalashtirib qo'yadi. Shuning uchun hayotingizni, kuningizni doim rejalashtirib bering. Uchinchi mana hayotimni o'zgartirgan odat bu odatlar jadvalini tuzish. Buni men Atom odatlar degan kitobda o'qiganman. Keyin trigger deyshadi buni Rossiyada. Ya'ni siz hayotingizni o'zgartiradigan o'sha kichik odatlar bo'ladi. Ana o'sha odatlarni yozib chiqasiz va jadval tuzasiz. Bir oylik qilib, 30 kunga kattalarni yozib chiqasiz-da, keyin o'sha odatni har kuni bajarishingiz kerak bo'ladi va o'shanga pitichka qo'yishni boshlaysiz. Misol uchun erta turish, agar erta turolmayotgan bo'lsa, erta turish, telefon tutkilamaslik, ingliz tilidan har kuni 3 ta so'z yodlash, har kuni badan tarbiya 10 daqiqa, har kuni 30 daqiqa piyoda yurish, misol uchun. Har kuni 20 daqiqa kitob o'qish. Mana shunaqa kichik odatlarni yozib chiqib, boygilarni har kuni bajarib borishingiz kerak va o'shanga pitichka qo'yib borishingiz kerak bo'ladi. Ana o'sha kichik odatlarni davomiyligi sababli sizning hayotingiz o'zgarishni boshlaydi. Chunki meni hayotim o'zgardi. Mana shu odatlar jadvalini haligacha qilaman. Hozir anta turib chegilib va buni Instagramda ham ko'p ko'rsatganman. Hozirgacha qilaman bu narsani. Bitta odatni shakllantirib oldingizmi? Bo'ldi, odat tusiga kirib qoldimi hayotingizga? Bo'ldi, o'sha keyingi odatni shakllantirishni boshlashingiz kerak. Bunda sizga o'sha odatlar jadvali yordam beradi. Albatta buni ham amalda qo'llanglar. Juda zo'r rezultat beradi. Rasmni qo'yib qo'yaman sizlarga.
Обязательно hayotingizni o'zgartiradigan odatlarni spiskasini qilasiz. Ko'p bo'lishi kerak emas. Ko'p bo'lsa qiynalib qolasiz. Bir 5 ta 10 ta yetadi. Har kuni o'shalarni bajarishga boshlang. Bajardingizmi? Tichga qo'yib qo'ying. Bo'ldi. Hayotingizda zo'r o'zgarishlarni ko'rasiz. Tez emas, lekin sekin-sekin o'zgarishni boshlaydi. Agar sizga video foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lamiz, like bosamiz va kerakli odamlarga tarqatib qo'yamiz. Keyingi foydali videolarda ko'rishguncha.